Mana manda 12. 206. To'shnak sizga necha? 12 manda. Qaysi guruh birinchi bo'lar ekan? Zukkolarmi, donolarmi? Har kim o'zini shaklini chizishi kerak bo'ladi bu yerda. Sherigingiz ham bo'lishi kerak-da. Ya sherigim. Bo'ldi. Ana. Mana manda ham bor. Nasibda. Mana sizniki bor, Najapa biz bor. Qarashingiz kerak. Yaxshilab tekshiringlar, qolmasligi kerak hammaniki. Rangiga qarab. Teng ekanmiz. Tengsizlar, lekin kim birinchi? Kim birinchi? Biz bo'ldik. Men bo'ldim. Nasiba keyin bo'ldi. Mana sizga qoldi. Mana o'qirdiki. O'ziga. Mana Najapa. Xullas kalom men birinchi bo'libman lekin. Ana oxiri Nasiba zukkolar oxiri chizgani uchun bo'ynimizga donolar g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Hammamiz bitta rang gulimizni bo'yaymiz. Pushti rangga bo'yaymiz. Qizilida endi pushtiga bo'yaymiz. Bitta gulni bitta bargini. Ikkalamiz bitta bargni bo'yaymiz. Boshqa yo'qmi pushti? Ana qiladi. Chunki jalb etishning turli usullari deyapmiz. Demak, rang-barang bo'lishi kerak gullarimiz ham, bahor gullaridek rang-barang bo'lishi kerak. Donolar guruhi bo'yashda ham donolikni oldinda ketishyapti. Zukkolar biroz zukkoligini ko'rsatishmayapti. Kamtarinlik bularda bor, chunki Nasibani xarakterida kamtarinlik juda ham barakalla. O'yin yoqdimi hammamizga? Barchangizga ishtirokingiz uchun rahmat.